Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamiko'z kanali va sizlar bilan men Jamshid Uzoqov. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, Jamiko'z kanalining ashaddiy muxlislari va obunachilari. Bugungi videomiz do'stlar, bilasizlar, Jamiko'z kanali har doim insonlarga iloji boricha mehr qo'lini cho'zadi. Iloji boricha shu xalqning muammosini ko'targan holda Jamiko'z kanali xalq bilan birgalikda yelkama-yelka yuradigan kanallardan birimiz. Bugungi murojaatimiz Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Naymancha Qashqar qishlog'i 3-tor ko'cha va 18-uyda yashaydigan opamizni hozirda 2016-yildan beri jigar sirrozi kasali bilan kurashib kelyapti. Hozirda mana qarib 9 yildan beri jigar sirrozi kasali bilan kurashib kelayotganini bizga murojaat qilib tashladi va bu murojaatni sizlarga qo'yib eshittiraman. Avvalambor Jamiko'z kanalining muxlislari va obunachilari hamda saxovatpesha insonlar va savobga intiladiganlar, savob uchun harakat qilib, savob yo'lida borini fido qilayotgan aka-ukalar, opa-singillarimiz iloji boricha mana bu videodan befarq bo'lmaslar degan umiddaman. Opamiz 9 yildan beri jigar sirrozi kasali bilan kurashib, hozirda doktorlar tomonidan qo'yilgan tashxis jigar sirrozini oxirgi etabi deyapti. Bu oxirgi etabi degani bu oxirgi tochkasi bo'ladi va bu tochkada agar davolanmasa yo bu tochkada jigar operatsiyasini o'tkazmasa dunyodan o'tishlikka to'g'ri keladi. Shunday ekan, aka-ukalar, opa-singillar, Jamiko'z kanalining ashaddiy muxlislari va obunachilari hamda Qo'qonda bizni kuzatayotgan aka-ukalar, opa-singillar, Qo'qonda ham qo'lini cho'zsa yetadigan aka-ukalarimiz bor. Iloji boricha mana shu opamizni imkon qadar operatsiyasiga pul yig'ishimiz kerak. Men bu opani o'zini karta raqamlarini ekranda qoldiraman. Men bilasizlar, o'zlaringizda xabarlaringiz bor. Hech qachon o'zimni kartamni qo'yib pul ishlamaganman, u ishni qilmaganman, qilmayman ham. Shunday ekan, hozirda opamizning kartalarini mana bu yerdan nomerlari chiqadi. Mana shu karta nomerga bog'lanib, mana shu karta nomerga pul o'tkazishlaringiz mumkin. Agar kimda-kim ishonmaydigan bo'lsa, mana bu yerda nomerlari chiqadi. Mana shu nomerlarga telefon qilib, mana shu opa bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Ko'pchilik ishonmaydi, ko'pchilik bilamiz, odamlarda shunaqa fikr uyg'onadi. Bloger shu video orqali yo shunaqa videolar orqali pul ishlaydi degan odamlar ham ko'p emas, bor. Sababi yo'q deya olmaymiz. Sababi negativ insonlar bo'ladi. Negativ inson bo'lmasa ilojisi yo'q. Aka-ukalar, opa-singillar iloji boricha imkon qadar yaxshilikni katta-kichigi bo'lmaydi. Bir narsani esdan chiqarmasligimiz kerak, bizni olganimiz hisob emas, bizni berganimiz hisob. Bilingki, siz qancha savobli amal qiladigan bo'lsangiz, oxiratda mana shu yaxshi amallaringiz, savobli ishlaringiz sizga hamroh bo'ladi va oxiratda sizga hujjat bo'ladi. Yani aka-ukalar, opa-singillar iloji boricha maksimal darajada kimda-kim agar moddiy tomonlama qurbi yetmaydigan bo'lsa, bu majbur emas. Agar sizda moddiy tomonlama qurbingiz yetmaydigan bo'lsa, siz yordam qilishga niyatingiz bor, harakat qilyapsiz, lekin sizda moddiy tomonlama sizni qiynayapti, siz yordam qila olmaysiz. Shunday ekan, video ostiga bir donadan like bosib, videoni kerakli joylargacha yetkazib qo'yasizlar degan umiddaman. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, videoni boshladik. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Sulaymon va Zuhra 2006-yilda surunkali gepatit bilan uchotga olindim. Shuncha yil davolanib yaxshi bo'lib ketolmadim. 2016-yilda jigar sirrozi kasalligi bilan tashxis qo'yishdi. Shundan buyon davolanib kelaman, 9 yildan buyon davolanib shu kasallik bilan birga kurashib kelmoqdaman. Hozirda esa doktorlar jigar sirrozi oxirgi etabi deb tashxis qo'yishdi. Menda shuning bilan birgalikda qizil o'ngachdan qon tomirim yorilib, qon ketish alomatlari kuzatilib, reanimatsiyalarga yotib chiqdim. Men katta doktorlar bilan gaplashdim. Doktorlar oxirgi jigar sirrozini oxirgi etabligi uchun
zudlik bilan operatsiya qilish kerak deyishdilar. Oilada men ishsizman, 2 nogironlik pensiyasini olaman. Xo'jayinim esa ustalarda ishlashadi. Xo'jayinim deya vaqti bilan qo'l oyoqlari og'rib, og'ir ishlarga yaramay topganini ro'zg'ordan orttirolmayapmiz. O'g'lim esa hali yosh bola, endigina 9 yoshga kirdi. Menga donor analizi uchun va jigar transplantatsiyasi uchun katta miqdorda mablag' kerak. Aziz yurtdoshlar, sizlardan iltimosim shuki, imkoni boricha qo'ldan kelganicha yordam berishlaringizni so'rayman. Oldindan savodli insonlarga kattakon rahmat. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Aziz yurtdoshlar, yaxshi insonlar, savodli pesha insonlar, menga yordam berishingizni so'rayman. Hech bo'lmasa mana shu yosh bola o'g'limni katta qilib o'ylashni ko'rish nasib etsin. Hammaga yordam bersalaring, hammalaringga kattakon rahmat deyman. Alloh mendan qaytmasa, Allohdan qaytsin. Hamisha duoda bo'laman. Yordamlaringni ayamanglar aziz yurtdoshlar.